Assalomu alaykum. Ko'pchilik hammanglar yaxshimi? Ro'za itinglar muborak bo'lsin. Bugungi muhojiratdagi Uyg'ur xonim-qizlar suhbat programmasiga qadriyatni taklif qildim. Hammamizga tanishlik bo'lgan usta loyihaligimiz Uyg'urlarning ichidan chiqqan tunji qatim bir danglik bir markani yaratibdi. Shu munosabat bilan alohida bir programma qilay dedim. Bu markamizning ismi shu suhbatning temasini qo'yganimga o'xshash yaqin kelgusida dağınlıq xalqarалық marka bo'lib qolg'usi deb mushniki boshlanishini muhojiratga barliq birlikda tabriklayli, birlikda muboraklayli deb hamda Ro'zita programmani rasmiy boshladim. Xush keldingiz Qadriya, yaxshimisiz? Yiğitingiz muborak bo'lsin. Xush bulduk, rahmat. Ekran oldidagi barliq Uyg'urlarimizning Ro'zitini muboraklayman. Shundoqla sizninkimi shu. Rahmat yana bir qatim. Sizga alohida rahmat, men bek xush bo'ldim. Sahifamizga, ya'ni muhojiratga barliq Uyg'ur xonim-qizlarning sahifasiga deylik. Shunday erkin bir suhbatlarni qilaylik, o'zaro paranglashaylik, qilgan ishlarimizni, tajribalarimizni bir-birimizga so'zlab ochsanglardan bo'lishib, shunday yaxshi bir sahifa yarataylik deb bu programmani o'rlashtirgandim. Keyiningizga haqiqatan qaytadan takror rahmat. Undaq bo'lsa, suhbatimizni boshlab ketsak, oldi bilan o'zingizni tanishtirishdan bir boshlasak, garchi amalan sizni tanıgan bakrak shu masalan maktabdagi burunqi o'qish tarixlaringizni tortib toki hozirgi shu yangi markani yaratgan qadar bir erkin paranglashib boqaylik deb o'yladim. Unda bo'lsa oldi bilan o'zingizni tanishtirishdan qanday qilib bu marka bilan yaratib o'tirdi nemishlar, qanday tirishchiliklar ko'rsatdi bir boshlab olsak. İsmim Qadriya. Hammalar bilasizlar shunday bo'lsa. Özüm vatandan Aksu diyardan, Aksu şehir Toxsun ayisinden geldim. Hesapta vatandan ayrılığınıma 10 yıldan aştı, 10 yılda yakı. Şu yalğız okuş, iş, aile diyendek bir qatar hayatımın başına ötküzgen buldum. Vatanda sana şu yanda şu mayboyak kesbide okuşa kirgen. Ameliyata vatandik çaqlardan başlap lan bu resim, Müştallahiye işlerini pek yaxşı görettim. Lekin tam qanaat his qilamagan bir nuqta bor. Mesela resim chizishni pek yaxshi ko'rman. Hozirgi kasbimning bir parchasi, ya'ni cho'ng bir qismi yana resim, o'xshash. Lekin maybo'yoq san'ati bilan bizning kiyim-kechak loyihasida hali cho'ng osmon zamon farq bor. Vatanda maktabni, u o'rtamni shuna yaxshi ko'rgan bo'lsam-mu, ammo o'zimni bir butun his qilamadim. Ichimda bir bo'shliq bor. Bu bo'shliq har qachon kiyim-kechak bir boshqacha bir narsalarni qilishda. Shuning bilan shu chaqda shu tunji kallamga kelgan vaqt hisobda 12-13 yillarning oldidagi gap bu. Shu vaqtlarda men o'zimga dedim, men chet elda mush kasbda o'qiyman, mush kasb taraqqiy qilman deb shu vaqtda tunji bo'lib niyatni pukkan. Mana eng az 15 yilga yaqin vaqt desam bo'ldi. Mushu kasb bilan o'tayotdi hayotim. Mush kasbning sababi men eng dastlab Yevropaga chiqqan bo'ldim, Seprusga. U yerda o'qidim, lekin u davlat ham deb ba'zilar biladi. Intayin chiroyli kichik bir orol davlati. Kiyim laylash kasbi mesela u jihatda taraqqiyot yo'q. U yerdan Italiyaga chiqib ketish fursatlari bordi. Italiyaga bir qancha maktabni iltimos qilgan bo'ldim, lekin yana o'xshash maybo'yoq kasbidan o'qish imkoniyatiga ega bo'ldim, lekin kiyim laylash bizga tasga to'xtab qoldi. Shuning bilan orzularim uchun Yevropadan men bo'ldi deblam Turkiyaga ketgan bo'ldim. Turkiyaga berib shu mush kasbda 3 yil o'qibdiman. 3 yilga yaqin o'qidim. Andan keyin ishladim. Bir qancha danglik loyihalar bor. Turkiyaning o'zidami, hatto chet ellardami azroq nomi chiqqan, ko'rgazmalarni qilgan, işte o'qituvchilarim bo'ldi, hatto hozirgacha paranglashimiz shunday yaxshi, Xudoga shukr qilib. Ashlarni bilan tanishib, menga nurg'un narsalarni o'rgatdi ular. Ish qilib, men baxo'shal. O'quvchilik hayoti desangiz, shu burunqi 5-6 yilni oldiga ketdim, hozir bir xil hayajon. Shunday ko'ngillikdi o chog'lar. Tas bo'lsin, lekin ko'ngillikdi. Shu qadam bo'yicha Turkiyaga keldim, o'qidim, ishladim, keyinidan hayot meni Norvegiyaga keldi. Norvegiyada shu 3 yilga yaqin
bo'lib qoldi. Türkiye'deki vaqtinizda o'qigan, o'qish bitirib chiqib bir faoliyat o'rlashtirgandingiz. Moda kiyim-kechiligi, sizningki ismingiz, modellar, aşı qisqa bir videoni ko'pchilikdan tang ham baharlagash. Shuni bir ko'rib boqamdiq. Turkiyadagi hayotingizdagi bir muhim bir xotirasi deb turaylik. Tamam, siz to'xtab qoldingizmi? Mayak chiqib biroz mangmay. Shunchalik maqsam yetarli bular. Oxirgi Bir kamtaribchi. Ondan keyin bir necha sekund va shuni qayta ko'rib, "Bu shu emasmi?" deb birinchi qatam qaraganda, "Naqqa qo'yiblam kirib ketibsiz." Bak, yaxshi faoliyat, yaxshi moda kiyim-kechiligi, shu loyihalaringizni ko'rib, Uyg'urlarimizning ichidan chiqqan mundaq loyihalarimiz bor ekan deb shu chog'da shundoq qo'yib qo'ygandim. Turkiyadagi hayotingizni ko'rsatmay. Rahmat aytaman. Bu kolleksion mau nimadan azroq nima qilib beray sizga deb beray. Bu bir hikoyasi va bu tasarım shu toplam 10 parcha kiyimdi buniki. Bunun bir hikoyasi var. Biz bir koleksiyon tayyorlab, bir defilega kiyim-kechak ko'rgazmasiga tayyorlagan vaqtda har bir kolleksiyonniki bir temisi, bir bizningki bir tayyor qilgan narsalarimiz bo'ldi, bizning bir hikoyamiz bo'ldi. Bizning mening bak esimda qolgan bir adabiyot darsida vatandagi bir shu yozuvchining ismini unutib qoldim. Tilimni uchib balki aqlim kamdi. Bo'ron qush deb bir tekst bor adabiyot darsligida. Lev Tolstoy emas. Shu Bo'ron qush degan asar menga bek ta'sir qildi. Bu asarda qisqachalam nemisda faqat tabiat manzarasini tasvirlaydi. Andan keyin intayin qattiq bir shivirg'anlik bir bo'ronning ko'tarilganligi, butun qushlarniki uchish dangisini yo'qotib qo'yib, taraf yo'qolib ketgan vaqtda faqat birdan-bir qushniki, ya'ni bo'ron qushning hech qanday bo'ron chapqonga ta'sir qilmagan ahvol ostida mazmun bir shaklda ashta uchish dangisini yo'qotmay turib, eng qattiq bo'ron chapqondimi intayin jasurcha ushqan holatini tasvirlagan, sadece bir tabiat manzarasini tasvirlagan, amaliyotda ayni vaqtdagi Charusiyaga qarshi inqilobninki yushurun yozilgan bir tekst. Shu tekst menga bek ta'sir qilgan. Men bek yaxshi ko'rdim. Shuning bilan kallamda qolgan narsa shu. Biz tunji kolleksiyonimizni tayyorlagan vaqtda mening kallam birinchi kelgan narsa shu. Ham opam meni ashta deydi. Sen mening bo'ron qushim deb. Har qanday qiyinchilik olsun, bo'ron chapqin olsun, bo'ron qushdek yo'qolib ketmay, qaddingni yo'qotmay, izchil yo'lingda davom qil bolam deb menga ashta deydigan. Zaten men kuchimninki %70'ini opamdan oldim desam bo'ldi. Shu tunji kolleksiyonimni shu bo'ron qushdan ilhom yeb turib loyihaldim. Hatto shu raqlardan tortib o'zimning loyihasi tayyor emas. Raqlardan tortib o'zim loyihalab shu zavodga borib bostirib, ashta chiqarib qolgan. Hali Ravrus ajribaga men bu nima ko'rgazmamga. Ondan keyin bir seminariga bordik. Ashta biz kolleksiyonimizni, shu loyihalarimizni dangliq loyihachilar bilan tunishtirib, aşağıda özümüzü ifadelaydigan bir faoliyatdi. Aş faoliyatda bular dedi ismi nima kolleksiyonning deb, loyihaning ismi nima degandi. Bo'ron qush dedim. Desam, sen bo'ron qush deysan, men bu yer bo'ron chapqonlar bor. Qani qush dedi. Degandi.
Rost gap qilsam men qat'iy uni o chog'da o'ylashmagandim da. Men bekalqi hozir javoblig'im bor, azroq mening alayligim. Asha tudim turib mening intayin issiq sovuq bir hayotim bo'ldi. Bu yerdamda bo'ron qush tasirladim deb ikki tal qushning tukini sanjib kiyimga undaq qilishni xohlamadim. U vaqtda intayliq bir osonga qashqan bo'lib qoldi ekanman. Bu mening bu kolleksion'dagi mush temadagi bütün kiyimlar mening bo'ron chapqulliq hayotim dedim. Bo'ron qush men shu. Bo'ron qush men, mening hayotim. Men bu kiyimni mushtaq qildim dedim. Hammasi shuni olqishlab ketdi. Shunda hayajonli bir kunlar diyor. Şunun bilan haliqi ma'lumlarimdan tatib pek yaxshi ko'rib, shu loyihalarimni shu chog'da pek qo'llab berdi qilib, Emre Erdemoğlu deb bir o'qituvchim bor, hozirgacha aloqalashib turman. Bek yaxshi. Ma'lum degan Qadriya sen shu nimangni saqla, izchil mushta davom qil dedi. Yo'qotmadim. Endi shu bo'ron qushdan u faqat bo'ron chapqunda qaddini yo'qotib qo'ymaydigan bir kichik qush amaliyotida yo'g'on burkutda qush emas. Shu bo'ron qushdan endi bugun Phoenix, bu norveçça Phoenix deyildi markamning ismi. Uyg'urcha anqa. Sumruq demdik Uyg'urcha, Türkçe anqa qushi deydi. Uyg'urcham shu sumruq anqa demdik ish qilib. Shu qush, bu qush to'rda tekshirishim chiqdi ekan. Bu qushning ma'nosi, mening hayotim zaten qushlar bilan o'tib ketdi. Bu qushning ma'nosi endi haqiqiy real turmushda ko'rilmagan. Faqat rivoyatlarda afsonadan bor qushgan. O'zini bek uzun umr yashaydigan rivoyatda tasvirlanishicha o'lishning oldida, ya'ni o'zi o'lma degan vaqtida o'zini quyoshga yaqinlashtirib quyoshning shu harorat eng kuchli ateş shu nimasida haroratida o'zini ko'ydirib kuldan qaytadan tug'ilgan bir qush. Ma'nosi shu. Mening markamning ma'nosi shu. Endi shu bo'ron qushdan bugungi anqa qushi bo'ldim. Endi misha to'xtab qolaman. Degandek ish qilib bu kesibga kelib mening qonlarim qaytadan qizishibdi. Men bek kesibchan. Bek hayotimda shu ikkili narsa men uchun 3 narsa var muhim. Birinchisi o'zim. Bu bir shaxsiyatchilik bo'ldi. O'zim. O'zimni bek yaxshi ko'raman. Uningdan oilam. Kasbim. Mush 3 narsa men uchun bek muhim. Men o'ylayman men bek yaxshi bo'lgan vaqtda, o'zim yaxshi bo'lgan vaqtda, andan atrofimdagilarga yaxshi bo'la olaman. Men o'zimni yaxshi ko'rsam, andan balam meni yaxshi ko'rdi, yo'ldoshim meni yaxshi ko'rdi, atrofimdagilar meni yaxshi ko'rdi. Men yaxshi bo'lgan vaqtda, anda atrofimdagilarga texim yaxshi ishlarni qilib bera olaman. Shunga bu 3 narsa izchil mening hayotimning markazi bo'lib keldi. Bir chambar bu mening hayotimda. Bu chambarning ichida shular bor. Oilam, kasbim, o'zim. Oilamning ichida tabiiy opammi bor. Mening birdan bir opam. Endi cho'ng oila uchun hisoblanda. Shu butun oilam. Qolgan narsa chambarning sirtida. Sözleriniz bir alayda derslik bo'ldi. Bütün hanım qizlarga qanday qilib o'zini suyish, o'zini suyganda anandagin atrofdagi ish qilib kasb bo'lgan qarşınız bayqi o'qituvchilarga bergan javobingiz shunday bir xil odamni hayajonliq balki ta'sir qiladi ekan. Bo'lsa texmo ko'plagan Uyg'ur hanım qizlarningki kasbi o'zi va oilasi mush 3 muhim nuqtani muhim qilishda deyman hamda gapimni topolmay ketdim. Ish qilib demoqchi bo'lganim hayotimizdagi muhim narsalarni aniq tanib yetib tunib yetsak, ma'nilik yashsak, xuddi mesela men ashta o'ylayman, ba'zan turib tuyuqsiz men ketib qolsam, u pek shum bir o'ylash, ammo ba'zan o'ylash kerak-ku shuni. Men ashta o'ylayman. Mening eg'ir kunlarim bek bo'ldi. Mesela opam
Aldınqı neçə ay mən yo'qolib ketdim. Hali uzun vaqt mən psixologiya jihatdimi yordam oldim dövlətdə. Çünki apamның ishlari menga bek ta'sir qildi. Ba'zi ishlar og'ir keldi. Diyamagan gaplaringiz bo'ldi ekan. Uni ichingizga etiversangiz, bu men o'zim bizat yashag'achqa bu narsalarni men hozir ashta deya olmayman. Bu datalamni, siqintini, azobni siz ichingizga etivergan vaqtda u yig'ilib mangdi ekan. U hargiz yo'qolib ketmaydi ekan. O bir zərlik çürütüdüğən bir zərdək bütün bədəninizdə çürütüb mangdı ekan. Sizin royunuzni yo'q qilib etadi ekan. O vaqtda siz yaxshi bo'lolmaysiz, siz o'zingiz bo'lolmaysiz. Hech qanday ish qilolmaysiz. Hamda og'ir kelgan azroq mening tushkunlashgan vaqtlarim bo'ldi, yo'q emas. Men bir superman, temir polvon emas. Meningmi ümitsizlangan, hey nimishqa mushta bo'ladi, men mushta tirishyotsam, nimishqa mushta bo'lmaydi deb uzam ashta ochchig'im kelgan vaqtlarim bo'ldi. Lekin bir narsani yo'qotmadim. Umidimni. Shu 15 yilning oldida mishaga qo'ygan orzuyimni yo'qotmadim. Ash chaqda qaytadan yana das o'rnimdan turib, to'xta Qadiriya. Sen kim o? Sen qandaq adam? Deb o'zimga savolni qo'ydim. Qo'yib, men qaytadan ishimni qilay dedim. Endi oxirgi kunlarda opam hozirgacha turmada. Marketdan opam o'tib ketib qoldim. Kechiring. Opam har zaman kallamdil bo'lgandan keyin istar istamas gap asha ketib qoldi. Opam hozirgacha turmada. Hech qanday xabar yo'q. Bu Xitoylar bilan necha qatim chiroyli qisat hamma shaklni qo'llandim. Ammo bular menga gap qilmay, toshbaqadek tugilib turaverdilar. Hech qanday gapimga inkos qaytarmayotdi. Endi burun uzun mezgil opam yo'qlamdi. Nada, qaysi turmada, nima ish qilyotdi, o'ldimi, hayotmi, hech qanday xabarim yo'qdi. Uydagilarmi xabar ololmaydi. Hozir men mushta kunda opam degandan keyin hech bo'lmasa opamning qaysi turmada ekanligini bildim. Hech nima bilmadim emas, bilgan narsam jiq. Qaysi turmada ekanligini bildim. Opamning ahvoli qandayroq, turmaning ichida yaxshi bo'lolmaydi, u mumkin emas. Lekin hech bo'lmasa hayotda nafas olayotdi. Ashuma bir umid men uchun, opamni ashyadan chiqarman-ku deb. U umidim hech bir qachon voz kechmadim. Harakat qilyaptim, faqat video ishlamadim. Chunki yetish bo'lolmayapti haqiqatan. Ham mushu psixologiya jihatda beklam cho'kib ketishimning sababining birisi shu video ishlash bo'ldi amaliyotda. Men to'xtamay reportaj yurib, to'xtamay muxbirlar bilan ko'rishib, opamning narslarini deb bu gapni degan vaqtda har qatim u azob yengillanmaydi. Har qatim ashun degan vaqtimda men u azobni yana bir qatim yashayman. Shuning bilan beklam tushkunlashib ketganning sababim shu bo'ldi. Ondan doktor men vaqtliq o'zing uchun harakat qil, ammo ommaviy so'rovlarda, sotsial medialarda bir mezgil to'xtat dedi. Deganki shu doktorning tavsiyasida men ozroq o'zim tutib oldim. Lekin opam to'g'riliq muxbirlar bilan ko'rishadigan, xabar yozadigan, bir yerlarga bir nima qiladigan degan ishni qilyaptim. Faqat ekranga chiqmaganlar yerim bor. Andan keyin kasbimni bek og'irqi zamonlarda ma Uyg'urlarmi bildi-da, hozir men nima ish qilayotganimni. Kasbga bek yo'llashdim. Bütün etdiyanda kechish qilg'ashim shu rahning orasida yuryaptim. Qanday qilsam o'zimni kuchlantirman. Qanday qilsam markamni tuntaman. Mushu ishlar hamda men atlasni qaror qilyapman. Buning birisi sababining birisi opam. Atlas madaniyatini ön planga chiqarib, mushu millatga, Norvegiyaga, Yevropaga, hatto butun dunyoga atlasni tuntish orqali atlasning g'ayri mushta gullari bu bir o'zgacharoq. Dunyoning hech qanday yerida yo'q. Mushta bir guhar bu bizim uchun. Mushta bir alayda narsni texmi mushlarning diqqatini tortadigan bir shaklda tunutib, mush orqali da'vo. Opamning da'vosi, xalqimning da'vosi.
millatning ishi. Mush Uyg'urning madaniyati bilan kiyim-kechak mush madaniyat orqali vatanda bo'layotgan zulmlarni anglatish. Shuni birlashtirib hozir. Shunga men qanday qilsam bekerak mushu nima qila olayman. Tamam, chiqdim, saniga chiqdim, xabarliga chiqdim, opam to'g'riliq xabar berdim. Yetarlikmi? Yetarlik emas. Texmi jiqish qilishim kerak. Texmi, siz bir video ishlaysiz, 5 million odam ko'rsimi, ko'rib bo'ldi, tugdi. Men davomli qundaq mumkin emasga u. Shunga uningdimi bak unumlik. Uningdimi bak, hey, bunda ishlar borka, faqat video ko'rib, ha, bunda deb tasalli berishlam emas. Haqiqatan shu ishning aslini surishtirib, xalqmi, boshqa millatlarmi, hey, bunda bir ishlar borka desin deb, men shu qanday qilsam, mush ishni qila olayman, qanday qilsam, texmi shu zulmni, vatanning zulmini bekkerak, ön planga chiqara olayman deb o'yladim. Qarab turib, eng yaxshi qildigan ishim kiyim. Eng yaxshi ko'rdigan ishim mushu. Nimishqa yaxshi ko'rgan ishim bilan davoni birlashtirmayman deb, men hozir atlasni ön planga chiqarib, davonimi birga epmenish. Planimning bir qismi shu, ham markam shu anqa qushidek, halqidek. Buning yana bir ma'nosi, bilim, savrchanlik, qaysarlik, aql parasat, hammaning mujassimi ekan-chu bu. Shu qushning simvoli. Shundaq bir marka bo'lsin deb hozirgi planimda ma Norvegiyada tunutib, zaten shu rasmiy qonunliq patent hamma nimasini olib bo'ldim. Buning 3 tur nimasi bor. Kiyim-kechak, somka, andan keyin zib-zinat. Mushu 3 tur bo'yicha men mushu markaning patentini olib bo'ldim hozir. Buni qonunliq anga oldirib, ishlarning hammani qildim. Tor do'konimni ochdim. Taxi 2 kun bo'ldi tor do'konimga. Mushta qilib asta-asta, qadam-qadam qilib, endi biraqlam tanglam 5 barmoqni eg'izga tiqib olmaydi. Ba'zi shart-sharoitlar saqlang, to'xtang deydi ekan. Ondan sonra benim oquşum tək tüymedi. Norvegiyanın özüdə oxuyatdım, til öyrəniyatdım. Üzəmnin muş kəsbini təxim yuqurlab oxuyma deb. Muş Norvegiyanın özüdə Esmod deb bir məktəb var, Fransiyanın məktəbi. Şu məktəbə iltimas qilib, Xudayım bursa o məktəbə uzaq ötməyəm oxuş başlayman. Hem 1 yıl oqamdım, 2 yıl oqamdım məktəbnin əvvəli qarta. Qancha tez bitirə alsam, o mənim qabiliyetimə qarta buldu. Əmniyyət 3 yıllık məktəb. Lakin Әмді şu менің бәзі нәрселерім нөлден başlamaqandan keyin бәлкім 1 yıllık оқышма yeterlik bo'lar deb o'ylayapman. Andan keyin magistrlik deb yana texim yuqurlab o'qish planlarim bor. Planlar jiq. Shu futbolda kuchli bo'lsa, Xudoyim bugunga yetkizdi. Endi men eg'ir yenik kunlar bo'ldi. Yo'q emas bo'ldi. Har qanday odamning beshir kildi. Lekin Xudoyim meni bek yaxshi ko'ramdiki, dardnimi ayamay berdi, ammo yo'limni bek ochdi. Shuning qarab, ya shukr Xudoyim deydigan bo'ldim. Dardgasimi yana buningdimi bir hikmat bordu deb qiyirib qoldimmi ya. Oshda deydigan bo'ldim. Qaqshmayman hozir. Shunda savarchan bo'lib ketdim. Har ishda bilan Raslam shu butun hayot Beşingiz kelgan ishlar, hayot tajribalari sizning kishiligingizni ashta qildik emasmi? Bor kamchiliklarmi jiq, ochig'im yomonroq hamda. Lekin yana jiq yerda yaxshi bo'lib ketdim. Adam bo'lib ketdik. O'zingizniki o hayotdan tortib toki shu markani yaratib, ya'ni tunugin siz bilan paranglashib olgan to'rbatni bir ko'rgandim. To'rbatni ko'rishdan ilgari sizniki mushu qadamlarni besib bugungi kunga kelishingizda cho'qim opangizniki sizga bergan ta'siri qaltis cho'ng turtkilik rol o'ynadi deb qarayman. Gaplaringizdan ham shu to'g'risida texmo bakrak, ya'ni opangiz to'g'risida mayli bir
guvohlik so'zlari sifatida saqlanib qolsin programmamizning o'tirida. Shundoq men Ramazon mezgilida tutqundagi Uyg'urlar haqida deb bir necha videolarni chiqargandim. Shu munosabat bilan opingiz haqida biroz so'zlab bersangiz, sandan keyin markamizninki to'g'ri betiga kirib bu yaqin kelgusidagi xalqaro marka anandan keyin shuni o'tkitaylik. Vatandagi vaqtlaringizga, kichik vaqtlaringizni tatib ta'sir qilgan bir so'zlab bersangiz demoqchi. Kichikligim, bolaligim. Mening bolaligim, men kichik vaqtimda bek baldur cho'ngib ketgan. Haliqi qandaq deymiz? Apam yolg'iz ayol. Men 1 yosh vaqtimda ajrashib ketgan dadam bilan. Bundacha aytganda dadamni ko'rmadim desam bo'ldi. Ko'rib boqmadim desam bo'ldi. Bir qatam ko'rdim, lekin keyin tugab ketdi. Apam izchil bütün hayotini, bütün barlig'ini menga bag'ishlagan. Bütün hayotini men uchun qurbon qildi. Hatto shu turmaga kirishidimi degan bo'lmasmi, ammo bir sababida men bor. Endi bütün Uyg'urlarning tek apam emas, hamma xalqning beshiga kelgan zulm. Haliq bahona qilib uni buni deblam akir ketdi. Ammo shu bahonag'imi meni qo'llandi. Bütün hayoti, nafsi, hamma nimasi men bo'ldim. Apam bak qaysar ayoldi. Men bilsam shu izchil pek tirishchanti. Qat'iy vaysimaydi. Men uçaklarda kichik, hesapda 19 yaşımda vatandan ayrıldım. 16 yaşımda apamdan ayrılgan. 16 yaşımda başka şehirge yatağılık mektepke, resmi askeri bir mektepke vatibadi apam meni. Aşta bir mektepde yetip kopup, mektebden tuzmum pek çantı o vaxtılda. Öyge qaytish fursatimiz pek az. Aşta okudum. Onundan keyin qaytib geldim. Tulg'otirni aşta okudum. Qaytib şu tulg'otirni bitiriblam. Şu jarayonda pasport becerib, inglizce öğrenip chet elga chiqqan. Şunun bilan şu apamning ta'siri menda hisobda 15 yil. Hamda resmi apam bilan birga bir yashagan vaqtim 15 yil. 15-16 yil. 16 yaşımdan başlap 19 yaşımgacha 3 yil ayrılıp durdum. Hamda kunda paranglashimiz. Lekin haliqidek bir oyda emasda. Keyin chet elga bir aql chiqib ketdim, mana 10 yil o'tib ketdi. Apam menda izchil vaysimaydigan, jafodan qochmaydigan, bütün hayotida bolam, ishim, buxgalter apam pek kasbchan, pek astoydil ayoldi. Shu kasb, ish ashtalam o'tadi. Shu apamdek bo'lib qolmayman, men biza yumshoqroq ayol bo'lma deb hozir o'tirib qo'pishim, mush gap so'zimdan tatib apam tatib ketib bordi. Baqancha apamdek pek men bu kasbchan bo'lib ketib borman. Bütün kuchim, hatto shu tumurumda eqiyotgan qinimdan tatib apamning, shaxsiy apamning bizami bo'ldi. Ayollar bek muhim. Ayollarning roli bek cho'ng. Erlarmi muhim, ammo ayollarning roli haqiqatan muhim. Til bilan tasvirliksiz onunga men bir kelime topolmayman hozir. Shu muhim deb qalaman, boshqa gap topolmayman, lekin qanchalik muhimligini men o'zim bilmayman. Sizning shu opangizning beshiga kelgan zulm orqali biz tanıdık. Siz o'zingizning oilasiga, o'zingizning opangizning beshiga kelgan shu kulfatlar orqali butun bir millatning beshiga kelgan kulfatlarni anglatish, dunyodan tushdi, shunday kuch chiqarib hozirgachilik shu vaqt kelgansa üzüldüm. Hozirgachilik vatanda Xitoyning turmalarida jafo chekayotgan yana boshqa barliq milyonlagan analar uchun mushattirib duo qilmasam deng. Ondan başka ne diyebiliriz? Qanchadan başlap 2017 yıldan başlap mı? Kaçan? 2017'de
6 ayda kirket apamni. Shuningdan keyin ne bir tal rasmini ko'rdim, ne bir tal bexati ovozi, hech nimasi yo'q. Lekin dunyoning bir yerida bor. Apam umidini menga bog'lab yashayotdi. Men umidimni apamga. Haliqi garchi dunyoning men Norvegiyada, dunyoning beuchi, apam Xitoyda. Ama yurak tutuşu ekan. Bu haliqi Xudoyim ashta yaratibdi ekan. Xudoyimning qudratidan do'q. Ko'nglim tujudi ba'zanda ajoyib yaram bo'lib ketaman. Ba'zanda bir xil azroq bo'lsa-mu xo'sh bo'lma, haliqi xo'sh bo'lolmayman, lekin azroq bo'lsa-mu ashta o'zimni ashta tasalli berman. Apam azroq bo'lsa-mu yaxshi. Azroq bo'lsa-mu yaxshi deb. Chunki nachar deb o'ylasam, mening put qo'limda kuch qolmaydi ekan. Apamni yaxshi, men ashnim qilg'icha bardosh qilmaydi kuchi va apamning. Şun az qaldı chida qadriya deb turib harakat qilyapman. Umidimni uzmasligimdagi nimam shu. Apam meni saqlayotdi. Apam menga umidini uzmay, mushta bolam men uchun bir harakat qilyotdi. Meni qutqizadi deb o'ylayotdi. Apam yaxshi deb turib qilman shu. Rahmat. Dua qilamiz. Apam o'xshash kirib ketgan beguna onalar, qizlar, zulmga uchrayotgan bütün ayollarimiz uchun Xudoyim osonlik bilan, ashulag'im bir chiqish yo'li bilan erlarimizga bersin. Erlarni unutib qolmaydi, ayrimchilik bo'lib qolmasin. Arada bir chaqchaq qilib qo'yay. O'zimiz bu oilamiz bilan, opamiz bilan aloqamiz uzilib, bu bek eg'irganay. Mushu vatan bilan aloqa uzilgandan keyin men ta hozirgacha kunda nima deyman? Yig'lamagan bir kun yo'q desam bo'ladi shu. Ba'zida bir necha sekund yig'lab sirtib bilan boshqa ishlar bilan bo'lib ketib o'zimizni tashlab yurimiz. Ba'zi shundoq uzun yig'lab ketamiz. Opa degan boshqa. O o'rnin to'liqligi bo'lmaydigan bir narsa. Men ba'zanda mesela mening sotsial hisoblarim bor. Kasbimning narsani chiqarmay, kunlik hayotimni ba'zan chiqarib qo'yman. Hech qanday qish olmagandek, ba'zan yashab boqaman. Dadim o'zim bilmanda. Ashta qilmasam, men bu yerda beshimni tosh qurib, voy apam desam, men tugishib ketdim, men yig'lab boqdim. Uydan chiqmay yig'lab depression kirib ketdim, oxiri doktorxonada topdim o'zimni. Amal yo'q. Chunki mening bir bolam bor. Mening bir qizim bor. U bola men qarashliq. Xuddi men apamning mehriga qancha muhtoj bo'lsam hozir. A qizim men qarashliqda. Men o'zimni bu yerda ikkiga kesib bachlab yerimimiz yig'la degan olmaydi. Qana qilma? Mush bolamni qashda amal bor. O'zimni yaxshi tutib kesib qilsam, men bekchi qo'ylab ketib ishlarni. Doktor o'ylamaydi hozir. O'ylamasa o'ylasang yaxshi emas. O'ylab xiyolning ichiga kirib, xiyolning ichidan chiqolmaydigan gap. O'chaqda o'zim tugashtirman. Shunlar hozir to'xtamay ishlayapman. Ishonsangiz mashina odamdek ishlayman. Endi bu nerdan kelgan enerji, nerdan kelayotgan narsa bilmayman. To'xtamay shu o'ttasam, qopsam, ishlabla. Ishlayman, qizim bilan vaqt chiqirman, oilamga vaqt chiqirman. Pika vaqtda boshqa narsa yo'q. Telefonga qattiq qarmayman hozir. Facebook, u narsaga qarmasib ketdim. Ishli qilay. Chunki boshqa narsaga qarasam, yana diqqatim chechildi. Bo'ldi, ish qilay. Mush ishni yaxshi qilay. 1 yil ya 2 yil. Atajakdak ishlab, kuchimni toz to'plab, qiladigan ishni qilib olib, aramasam shu chaqda aramalay. Shu chaqda bir gap bular. Mushtaq tipirlasam, mushtaq markani tunutib, mushta apamning davosini tan qilsam, shu vaqtda beshini yap azroq bo'lsin be insof kelib o'sh odamlar debchi. Tas qalbim tillab ketgili. Doktorning tavsiyasi yaxshi. Shu bo'yicha qilgan chog'da o'zimizni sog'lom nim qilib bo'ladi. Yaxshi nim qilibdi.
bir mezgil social medialardan jirak doğan özününki demsim şu her bir katım şu özümüzdeki beşiğe kelgen külpetlerini, milletin beşiğe kelgen külpetlerini anlayıp verip şunun içinden yaşap ötüp kelsek, oy bizim bir başka dünyadaki başka ayollarga okşaş bizninki bu öz kesbimizni rivojlantirib bir haqiqiy ayol hayotlikni yaşamamız artık so'zlab ketdim uni demoqchi bo'lganim doktorniki tavsiyasi mu yaxshi shu bo'yicha yaxshi har jihatdan sizniki shu kasbdagi tirishchanliklaringiz da'vo yo'lidagi qo'shgan shu tuhfalaringiz orqali oxirgi bugungi kunda bir qaytadan takror muborak bo'lsin bu markangizni yaratib siz bilan bu suhbatni o'rinlashtirganimga o'zimni alayda es qilibman o'zimni deb qo'yasiz chunki sizga o'xshash bundoq bir muojiratda maxsus bir nimani markani tizimlab mushu orqali uyg'urimizni yana tanitaman degan shu orzu armonlaringizni anglab men bek hayajonlandim rahmat endi mushu markaga o'tib ketaylikmi marka to'g'riliq markaning shundoq so'zlab berdingiz bir xil hayajonli hikoyalarni qo'shib so'zlab berdingiz rahmat hozir torbat adresingizga bevositali o'tib ketsam qani bu alayda saqlagandim yulduz belgisini qo'yib Phoenix markasiniki torbetiga kirdi qolsa mushu torbat haqida andan keyin muhojiratdagi uyg'urlarga va boshqa ko'ngil yurak so'zlaringiz degandek bir ko'r torbat to'g'riliq so'zlab beramsiz bu torbat ichilganiga ham 2 kun bo'ldi intayin kichik bir baby bu mening kichik babyim jiq rasmlar yo'q chunki rasm tortish nimam cheklik bo'lg'achqa hozir uni ustiga amaliyotda Turkiyada bo'lgan bo'lsam men bu ishni 2017 boshladim siz ko'rgazmamni qildim shunda tasdiq qildim lekin qila oldim-da Turkiyada agar shu ilgirlagan bo'lsam balkim bu kungacha allaqachon nurg'un ishlarni ro'yobga chiqarib bo'lishi mumkinchiligi bordi ammo hayot meni nuriga keldi bundan bir qismat bir Xudoyimning butkuni bordi dedim hamda yangi boshladim chunki bu davlat kaplam hamda elim 3 yilning ichida uzamgamdi asta o'ylayman 3 yilning ichida men xalijiq ishlarni qildim Norvegiyada hamda oxirida bana destek olup ailem bana yaxshi destek oldu yenimde tutdu rağbetlendirdi siz qila olaysız dedi diqqatimni yig'ishimga hech bo'lmasa yordamchi oldu qizim shu Xudoyim helimi biribdi bu qizni menga ish qilib har kuni mush qizim qarsamda shukr aytaman ish qilib bu oilama bek muhimka deb o'yladim keyin shu hozir qilayotgan ishlarim qarab bütün hayatımdan nimsiga qarab shu bu marka menimi torbatni ichishimki maqsad endi yangi shunga hozir jiq narsalar yo'q jiq kiyim kechaklar yo'q endi Norvegiyada boshladim bu yerda masalan Turkiyadagidek jiq sharoitlar yo'q eng oddiysi men model topolmayaptim jiq aloqalashdim menga nima qildigan masalan bu ishni yangi boshlablam ham moddiy jihatdami jiq chiqimlar bo'ldi menda undoq bo'lganki men biroqlam bir muncha pulga modellarni chaqirib qilolmayman amal yo'q o'zim tikib o'zim kiyib o'zim rasmga tortib degandek hamma ishni o'zim qilib ketib borman lekin undoq qilg'im yo'q amaliyotda shu modellarni o'qishib qilyaptim hamma ish asta bo'lgan ilmush markani ilib qilgan yo'q hozir bu bek qarsangiz markani patentini oldi bo'ldi tugdi u emas bu kiyimni tikish u boshqa buning ushoq ishlarim bakchiq masalan siz uning etiketi bo'ladi ekan undaq qoplaydigan qoplar bo'ldi ekan so'mkasi bo'ldi ekan bir muncha avorchilikda bu markaning logosi etiketlari hamma nimasiga men o'zim yugurayman men uchun ish qilish biras yo'q bu ishni qilib va deb qilgan mushta ushoq ishlardan tortib butun ishgacha hammasiga men o'zim yugurib bek charchab ketdim
Lekin chidayapman. Chunki bu vaqtliq qiyinchilik deb o'ylayman. Mushu qilib bo'lsam ham yaxshi bo'lib ketadi deb. Endi bu shu onlayn do'kon boshladim. Chunki biroqlamiliqi cho'ng bir do'kon ochqidek u shart sharoit yo'q hozir. Men do'kon ochmay desammi, ma'minalik til saviyam ma davlatga yeng kelgandan keyin unda shart sharoitlarga ma'lummi ruxsat qilmaydi ekan. Shuning bilan bu markani patentini olib bo'lgandan keyin mushu tayyorliklarni qilib, bu torbatni ochgan bo'ldim. Mushu orqali taraqqiy qildirib buni bag'ancha asta-asta qilib, bo'lsa men bir firma bilan aloqalashib, men mushu loyiha degandek faqat loyihalash kontrol qiladigan mushta tikadiganlarni bo'lsa bir firma bilan aloqalashib vaqtimda bütün loyihalarimni ularga topshirib beraman. Ular men uchun tikib chiqadi. Aşkıl şekilde anda men ba'zi narsalarni qilman, men alaydiroq narsalarni bek yaxshi ko'rman. Shunga har bir kiyimimda qo'l ishi bor. Xuddi bir moy bo'yoq asardek. Har bir kiyim men uchun bir moy bo'yoq, tablo, bir rasm, bir san'at asari. Raqlarimga ashunchalik ajr qilmaydigan mojallarni birdan tikiman, shunchalik hayajon. Ham shunga kiyimlarni jiq qilishni yaxshi ko'rmayman. Mesela hozirgacha xalijiq insonlar mendan Uyg'urlar bo'lsin, chet elliklarni oldi, kiyim olganlar bo'ldi. Markam ichilmasdilam elishga boshlagan, hozirmi oldi. Sizga bir narsa sotgan bo'lsam, siz uchun bir kiyim loyilagan bo'lsam, sizlarga qilman. Uni boshqa odamga sotmayman. Mushkil turkcha xod kuturtaydi, buning uyg'urcha men bu kalimaning nimasini bilmaydi ekanman. Tushungan vaqtimda kishiga o'zal faqat bir yoki bir qancha loyiha. Ashta o'zal loyiha bu. Shunga sifat olsun, yaxshiroq chiqsin deb hammasi hozir o'zim yuguryapman. O'zim sizib loyihalayman, uni o'zim tikiman. Kaynidan o'zim kiyib rasmga tushman. Hammasini o'zim qilib charchadim, lekin mush taraqqiyot bo'yicha endi boshlang'ich musha bo'lib qoldi. Bo'lsa firma bilan aloqalashsam, andan keyin maxsus fotografchilarni taklif qilma zaten u yaqin zamondagi ish. Modellarga kiygizib, buni davomli rasm tatqizib, mush asta-asta taraqqiy qilib, Nuriganning o'zida bir do'kon ochish. Markam bilan bir do'kon ochish. Bu pek uzun plan emas. Qisqagina bir qancha yildagi plan. Planning ichida bu bor. Ham ma'u davlatmi, hamda mening qilayotgan ishlarim qarta bularning destekni yaxshi beryotdi. Mush bir qancha yilning ichida mushu internet do'konidan rasmiy do'konga, o'zimning shaxsiy do'koniga yetkilish. O chaqda internet setishim davom, ammo shaxsiy bir ko'nglimdagidek bir do'kon ochib olsam, bu do'kon orqali taraqqiy qilib, tort setishi, ammo bu Instagram tortik setishlar muhimkechu do'kondan bek. Boshqa loyihalarning narsalarni davomli ko'rmayapmizmi? Tordalam tunilib ketganlar bek jiq. Shunga mush tor tashviqotini yaxshi qilib, torda tunilib bu markani eng avval Norvegiyaga tuntish. Ikkinchi qadam Yevropaga tuntish. Uchinchi qadam Amerika bilan Kanada. Qadam asta-asta yo'g'inib. Bu taxi boshqa, bu anqa qushi endi kulidan tug'ilib, taxi endi boshqa bu. Ben baby'ni beqiyotman, baby qushni. Bu asta-asta yo'g'inib, Xudoyim bo'lsa, hamda hayotli bo'lsam, Xudoyim shu kunlarni ko'rsatadi deb o'ylayman. Bu qushniki, bu kichik baby boshqa qushniki, ashta yo'g'inib, ajoyib yo'g'on bir qushdan bu rivoyatda. Ashta taraqqiy qilishini Xudoyim bo'lsa, Allah'ım şunu bana nasip qilsin, yaşayıp qalsam, ömrümlü bo'lsa, ko'raman deb o'ylayman. Men ko'ramsammi, avloddan avlodga qoladi Xudoyim bo'lsa. Ashta bir arzularim bor. Kelgüsü planlarınız daha heyecanlıq, yakın kelgüsüdeki 3 yılgacha unda qilman, bunda qilman degandeki şu planlarınız Allah'ım hamma degan ishlaringizni o'ngishli qilib
Bu markamiz deb olsam, bir Uyg'ur Şu qizi bizning markamiz. xalqarалық dаңlıq markalardan bo'lib, ya'ni ma'lum o'xshash, ya'ni davomli Ovozingizni yaxshi anglayolmadim. Men muzikani o'qib turamiz. Bu kiyim-kechak ko'rgazmasini men Turkiyada o'quvchi vaqtlarimda qilgan faoliyatim. 2017-yil qilgan. U chog'da qila olgan men buni yana Nuriyadim xudoyim bo'lsa, ashta bir planimning qisqagina plani ichida bumi bor. Nuriyaning o'zida bir kiyim-kechak masalan, yilda bir qatnashgan moda haftaliklar bo'ldi. Yilda necha qatim bo'ldi. Lekin men Nuriyaning moda sohasi pek taraqqiy qilmagan. Lekin yana bor, xudoga shukr. Shunga shu Nuriyaning o'zida shu vaqtlar to'g'rilab bir yaxshi bir yan topa olsam, bushta jiq modellarni topa olsam, ashnamisi shu o'zim yuguradigan gap. Ashta bir faoliyat o'rinlashtirish planimda bor. Xudoyim bo'lsa. Asta shu birdan qilsam, uni men mash davlatning o'zida ishlayman haftada 2 kun. Boshqa bir shirkatda. Ularning loyihasini qilib birman. O haftada 2 kun u yerda ishlayman, 3 kun maktabga borman. Shu 3 kunlik maktabim tugsa, andan keyin 2 kun yana ishlash davom qildim. 3 kun andin moda maktabida o'qiyman. O'qish har zaman davom men uchun. Qachongacha o'qiyman bilmadim, lekin o'qish bor planimda. Shunga ashtayliqi ayada ishlab, maktabga berib, bola beqib, uyning ishlari tugmas ishlar. Hammani tan qilgandan keyin mushu markamga xudoyim bergan kechilar. Shanba qizim cho'ngib ketdi. Shanba kunlari birga opa, uni qil, buni qil deb buyruqlar jiq. Mush qizimni bilan vaqt o'tkazib, qizimdan eshib tashqa vaqtlarda mush o'zimning kasbiga munosib o'zimning loyihasini qilib tikib qilyapman. Shunga undaq pek chiq emas. Az, lekin soz demdiq. Ashta qilyapman. Çalışmalarını gösterip, hazırki muşu noktaga kelmekmi degan, ben qayıl boldum biraz keldim qısam, Uyg'urlarımızın içinde sizdek texi monada kiyimlarni loyihilab, atlaslar bilan anankin bir markani tizimlatib, bu to'r batlarga loyihilab, bunun başlap boğunuz bu yaxshi boshlanish demoqchi bo'lganim. Rusçada bir gap bor-ku. Well begun is half done deb siz ta hozirgacha mushu tirikchiliklar bilan mana markag'mi takror muborak cho'ng, mashallah, muboraklar bo'lsin. Bundan keyingi barliq ishlaringizga cho'ng natijalarni tilayman. Sizning moddiy va ma'naviy jihatdan qo'g'dab ta'minlab, nima deyman, destek berayotgan. Gerçi ailemge. İşte anlap, bugünkü programdan özüm sizden bekrek men hayacanlanıp gitip barman bunu bizniki dağlık markamız pat yakın kelgüsüde bütün xalqaralağı tanıgıdak derecede çoğun şundaq esil anonsdaki sizniki kiyimleringizdeki her bir qilgan işleriniz men keyninizdeki kiyimlerden kördüm iş qilib göstay. Aşkın üstteki
Şundaq ajir, vaqt, zihin, mehr, muhabbet sanatda da koyuldum bir xil lahiyalar şundaq bir xil özgüce eşyada görün, eşyada yo'q tapqılıb olmaydigan. Anikin sizniki bu her bir meliniz faqat bir taldan köp olsa yaxshi taldan dediniz. Şu olaylıkları güzel kelgisi sizni texmo parlak kelgisi texmo sizni acaba bir hayacanlı ben özümün keyfini tapamadım ben. Ma çapını kelgende ma mürüsedeki bunu özünüz birden Çapan hatta ben mesela aşta küçük elqi uşak detay elqi aşta yerlerken pek inip kılmayçı. Bu çapanın tügmelerinde ana des mesela ma tügmeden müzam kılgan tügmesinden tatıp kılma normalde. Atlas kiyimlerimizin amisi maşında tegmelerden tatıp atlas. Atlas'ınki tügme kılmadım. Tak tügmelik yer kelmedi ama planında bir atlas kiyim kılma onun tügmesini şu atlas'tın. Anındaki atlas acaba asama getirdim onu. Atlas mesela manodaki neslen koyatma. Siz bu zünnetin bağımız mı? Markamın arasında manodaki. Hem neviga uygulasın genay. Bu mesela Lahiyatlarınız. bulapka. Her xil bu tağı en dastlabki bir lahiya kichik. Bu tağı davomli taraqqiy qilib, men mushulam emas, atlas raqam emas. Haliqi bizningki kanvay ishlash bor. Aha. Kanvay shunda chiroyli gullarimiz bor, yangi shiplardan to'qiydigan, tikadigan. Ash kanvaynimi mushta zibzinat qilishni o'ylashyapman. Uni qilaman. Mushu qo'l ishining hammasini men opamdan o'rgangan. Opam o'rgatgan menga. To'qiydigan, tikadigan degandek. Şansınız bir yılını aldım, kolumunu dikip ettim. Muş kolumdan mişerden mişekeyce tatığım var. Vatanda bu kiyimlaylash men aş kichik vaqtimda yaxshi ko'rganman. Asli kasb küçük ketdim yana. Men cho'ng'a uyda, cho'ng'anam bilan 13 yoshimgacha opam, men cho'ng'lashda birga yashagan, biz cho'ng'larning uyda. Aş vaqtda aş uyda men cho'ng'lib aqlimni bilsam, haliqi mau singar deb bir tümü mashina var bundaq egiz. Şu mashinani o'rgangan. Hech kim o'rgatmagan men mashina tikishni. Men o'zim o'rgangan. U chaqda kichik bo'lgankin men hali u mashina hozirgi mashinalardek ilg'or emas. Unda putingizda dastlab qilasiz. Putumni qilsam qo'lim to'xtab qoldi. Qo'limni qilsam putum yetmaydi mashinaga. Ashta kichikdim men. Ay mashinaga yetmaydi putumning uchi. Mushtaq qilib turib ashta shunda tasda ikki mashina mushta mashinama ikki tarafini tutib turib ashta tikib o'rganganman. Putumni qilib, undan qo'lni mashq qilib uydagilarniki yiqi yo'latmaydi, kichik bo'lgankin men. Bundaq mashina qilsam bo'lmaydi deb, endi u burungi davrning mashinalari. Mush qo'lim tikib etdim-da. Qo'limni hozir ko'rsatmayman, lekin tatug'im bor. O'zim hali umdonlik ko'rmay bu tatuqni. U kichik vaqtim bo'lgandan keyin hozir o'tgan yil bitikdim. Shaqil to'xtadim. Voy, mening miyada bir maymunchiqim bor bital. Gapsizlik qilmoqchi. O kichik vaqtda u mashinani undaq to'xtat qilib bo'lmagandan keyin og'riqda men bilinmaylam, kontrolim yo'qdi, praktik etib, mishadan boshlab mishaga tikib etdim. Sorry. Men mushuk telefonim tushirib qoldi. Mushta tikib, qo'limni tirnog'imdan tortib ikki parcha ketgan. Bak, akilab ketib bordi-da, men mushuk hozir telefonga surkilib. Ashta qilib men voz kechmadim. O'tgan yil bir tikdim. Yana hozirgi qo'toq mashinalar tikkan amallam o'zligida to'xtab, shu rasmiy alarm berib tut qilib ovoz chiqarib ashta qilib mangmay turib oldi, lekin qo'lim kiriklikda jinglar. Mayadan kirib mayzin chiqib qoldi. Chidab turib, qizim bor yana yenimda. Baliq qo'qib ketmasin deb, shu tishimni tishlab, jingdan sug'urib chiqardim qo'limni. Ashta kunlarni yashaymiz. Unda bizning bu kasb inglizcesi bek nima bizning ma'lumotda deydigan va mushuk ajab bek. Sorry. Mening mushugim sal ekranga chiqsa bormi? Meklar chiqarib qo'yaysin, meklar. Ya quchug'imda turadi meklar.
Bu Ay, nimada programga hoş geldin Müşkçak. İsmi kim o bununki? Oğul balı mı, kız balı mı, oğul balı degan tansa. Kim? o'g'il bola. Bu nimda atsam, ha, bizning bir ma'lum bor ya, shu Turkiyada o'qituvchilarning birisi nimda aytdi desangiz, bu kiyim laylash kasbiga havas qiladiganlar bek jiq deb. Havas qilib o'qiydiganlar bek jiq. Biz haqiqatan ishda bo'ldik. Men o'qish boshlagan vaqtda biz 10-chi bolalar bir sinfda o'qish boshlagan. Rasmiy o'qish bitaganimiz 4. Shu 10 necha boladan 4imiz o'qish bitadik. 4 bolaning ichida hozir bir men, bir yana bir saboqdishim bor. U Turkiyada ishlayotdi. Ikkimiz o'zimizning kasbini qildik. Yana qolgan ikkisi kasb almashtiryapti. Yaqinroq kelgan ama boshqa kasb. Ma'lumotlar bizning kasb pek havalı. Mesela İngilizce atılsın fashion designer biz kulakı başkaça anlandı. Ama şu ismiga havas qilib o'qiydiganlar bakchiq, lekin amaliyotda mesela moda abdilikleri, işte faoliyatini ko'rsangizmi, 1,80 m qo'chaqdek qizg'ali chiqib kiyimni kiyib takaslab mengib bergankin, shunda bir xil boshqacha tug'andek qilgan bilan amaliyotda osh kiyimni osh qizg'aliq kiygizib sahnaga chiqargacha biz oq sahanda qanchalik jafolarni tortamiz. Nimalarni ko'ramiz, uni biz o'zimiz bilamiz. Hali jafolar kesib, lekin voz kechmadim, chunki yaxshi ko'raman. Bu kasb halqi mening mesela xarakterimga mos kelgan. Men bu kasbga mos kelgan. İşte biz yaxshi ko'ramiz deb o'ylayman. Kasbim shu, men shu. Ishqilib bu kasb bilan men halqi men haqiqiy men. Kasbim bilan, shu alayliklarim bilan o'zimni haqiqiy mendek his qila olmayman. Halqi boshqa emas. Tushundim. Bu kasbga kirmak oson. Shuni oxirigacha elib chiqalaydiganlar oz. Bu kasblar emas. Amaliyotda qarasangiz hamma kasbning qiyinlik darajasi bor, yaxshi oson yerlar bor. Shuni o'ylayman. Masalan, mendan suol so'raydiganlar bakchirchu, mush kasb to'g'riliq. Nurg'un kishilar nim qildi. Voy, hada biz mush kasb o'qiymiz deb yosh qizlar o'qug'imiz bor deb shunday chiqishlarni yozdi. Har qancha rag'batlantirib keldim. Agar shu narsa bo'lsa, ash kasb uchun atilgan yurkingiz bo'lsa, oxirgacha men qiyinchilikni o'ylamang, qilolmayman deman, qila olasiz. Har qanday odam shundayman. Siz qila olasiz, ammo shu yurak bo'lsa, shu izchillik bo'lsa, bir ishni boshlagandan keyin oxirgacha izchil, baktirishdan emas. Bakqavetdan, bak ishlayotgan emas. İzchillik muhim. Az ishlasimi, ammo izchil davomli. Bir kuni bir ishni qilib, boshqa kuni yana bir ishni qilib qilsa, u vaqtda natija chiqmaydi. Mayli bu kasb bo'lsin, mayli boshqa kasb bo'lsin, yaxshi ko'rgan ishni qilish kerak odamlar. Chunki bu hayotga biz bir qatimda kelamiz emasmi? Shunga men aykilab, sürkülüb, meni aykilab deb hozir. Balamdakchi bu. Bugün programımız 3 aydan bilan bo'ldi hamda hozir shu topda. Ekranga bir qaratama. Nda mushuk bu. O'xshaymiz deb. Xor qilib. Halo debsan. Haydi. Haydi. Ay vallahi kompozisiyam odamniki qanaqligini belgili bo'ldi odamnikini deb o'ylayman. Oy men hayvonlardek yaxshi ko'rma beliqlarim bor, mushkim bor. Xudoyim bo'lsa, o'ylisi bor, o'ylay chiqa vaqtda bir ish bo'lsa bir ot. Sizniki salaydı ekan bu. Ya bu fashion designer degan bu shunday har xil nima deymiz o'ylanishim bir xil o'zgacha bo'ladi ekanda. Sizniki o boyiqi loyiha to'g'riliq so'zlab bergan gaplaringizmi? Masalan, kanvayni shu nim qilib ishlayman deganingiz, loyihalayman deganlaringiz, u loyihaliguvchilarniki alohida o'zgacha
kallas bo'ldi ekan. Gaplarınızı anlap şunda hoş buldum. Yaş okugucu ballarım yaxşı nasihatlarını qilib, yaxşı tarbiyalarini qilib, ularga nima deymiz, ruh o'zimiz yaxshi o'tgandi. Shunday yaxshi paranglashdik. Bu mushmu yaxshi qaytildi bizning programmamizga. Ham oxirida shu marka to'g'riliq o'zingizniki boshqa muajiratdagi uyg'urlar va o'zingizniki ko'ngil yurak so'zlaringiz bo'lsa, shu so'zlar bilan programmamizni oxirlashtirsak, tashviqot ishlariga bo'lamdi, ish qilib, men bu kuchimning yetishicha bir ishlarni qilishib bersam, boshqa uyg'ur xonim qizlarmi o'zlarininki qilayotgan ishlarini, tajribalarini ko'pchilik bilan o'rtoqlashsa degan maqsadda bu uyg'ur xonim qizlar sahifasini shunday suhbatlarni o'rlashtirib bir hammamizniki kanali bo'lsin deb o'ylab kelgandim. Ay mushuk, sening kanaling bo'ldi deb qo'y. Shu yurakdan bu programmamizni oxirlashtirsak. Men o'zimning markasi to'g'riliq yeterincha gap qildim. Endi deb o'ylayman. Eng dastlab shu uyg'urlar zaten opamning da'vosi sabab bo'lib tunilgan. Şu jiq uyg'urlarimiz şu da'vo sababidan meni tunib, bunda bir qiz ekan deb bildi, keyindan kasbimni bildi. Ashta qilib meni tunigan bo'ldi. Endi bu yerda men ilqi kasb emasda, men izchil shaklda ilqi men bilan paranglashganlar bo'lsin, balkim siz mis qilgansiz. Men bek feminist bo'lib keldim. Undaq bo'lay deb emas. İçimdan, chunki qon-qinimga singib ketgan narsa shu. Ayollik ruhi, ayolning kuchi degan shu Timur palvon xotinlar degan shu ruh singib ketgachga iliq gap qilsammi, endi mening oilam bor, akishdan nafratlanganlik emas, bo'lmasa oilam bo'lmaydi. Lekin izchildoq ayol debchu asaga qilib ketganman. Bu yerda bir xato bo'lib qolmasin. Lekin ilqi mening deydiganim shu ayollar bek hech qanday ayol kishining qaysar bo'lg'isi yo'q. Hech qanday bir ayol kishining, hamma kishining prinsesdek, ilqi pamuk malikidek, paxt malikidek, ashtaq yashag'isi bor. Lekin dunyo unday emas. Dunyo u bizning cho'chaklarimizga o'xshamaydi. Biz nim bo'lishdan qat'iy nazar har zaman bir qaysar, bir kuchlik, qaysar emas, bir kuchliroq bir o'zimizning xarakteri bo'lish kerak deb o'ylayman. Ayol kishining. Bekalik ayolning tarpini tutib turib beka qilaman. Mayli boshqa ishlar bo'lsin, eğitim, dars o'tadigan ish bo'lsin yoki normal turmush bo'lsin, hatto yordam bo'lib qolsinmi, men shu ayol kishiga yordam qildim deyman. Ayollar qilam deb o'ylayman. Bir hayvonotlarga o'xshashlik tarafimiz xeyli bor ekan. Mana shu ayollarniki kuchini mana bir feminist deb qo'yamdim ya. O'sha xonim qizlarniki shundoq tajriba kasbda alohida o'zini beg'ishlagan ruh har jihatdan ish qilib, siz degandek men har qanday ishda ayol kishi tarafda deb qo'ying. O'xshashlik taraflarimiz xeyli ko'p ekan. Meniki shu YouTube kanalim orqali bir ishlarni qilib boqay, muajiratdagi uyg'ur xonim qizlar bilan shunday suhbatlarni o'rlashtirib, bir uyg'urlarniki bir nima deymiz, ayollarniki roli, muhimligi, shuni tunishtirishda bir ishlarni qilib boqay deb tirishib beqiyapman, o'rinib beqiyapman. Sizningki bugungi bu programmaga qatnashganingiz uchun men yana takror rahmat aytaman, xush bo'ldim. Shu oxirida shu deydiganim, ayollar har zaman o'zini qadrlasin, o'zini yaxshi ko'rsin. Bizning ayollarimiz bak qobiliyatli. Faqat bilmayotgan yer bor. O'zining qobiliyatini, o'zining alaydiligini, o'zininki haliqi ortiqchiligini bilmayotgan, bilganlarmi jasorat yo'q. Haliqi yurak yo'q. Chunki endi uzun mezgil haliqi anda bir hayotda bütün Uyg'ur bo'lib bir besimning ostida cho'ng bo'ldik. Men shu bizda azroq yurak ojiz, qo'rqimiz. Ayollarimiz texim shu. Endi bu yerda bekrak kirkasam bo'lmaydi. Gapdan temisdan chetnab ketkim yo'q. Hali bir gap bor-ku. Ayrim programma qilamiz ya bo'lmasa o to'g'rilab. Ayrim ketmasib qo'ydim.
yo'q, ishqisi yo'q. Qayliq bir gap bor, yo'ldan chiqma, xandin qo'rqma deydigan. Ayollarimiz shu bo'yicha o'zingiz to'g'ri degan bo'lsangiz, men shunday deyman. Bir narsa yaxshi ko'rib, bir ishni qilibsiz. O'zingiz yaxshi ko'rib, siz ashni to'g'ri, men to'g'ri yo'lda degan bo'lsangiz, butun dunyo sizning qarshingizga chiqib, sen xato desimi, oldingiz qarab men. Agar butun xalq sizni ma ishni qil, mush to'g'ri desa, sizning kallangizda o'tmasa, siz u yerda siz o'zingiz siz bo'lolmasangiz, hargiz qilmang. Bir ishni qilgan bo'lsangiz, mayli kasb bo'lsin, haliqi ko'ngil bilan, qo'lning uchida qilmang. Haliqi andigan bir gap bor bizning nimilda. Bir kishi 70 xil hunam ozlik qildi deb. Bu gapni bir hunar bir ayolga 70 xil hunam ozlik qildi desak, hech nima bo'lmaydi. Kishiga mi qilsin, ammo bizga mi o'xshash? Bizmi inson? Biz o'zimizning kuchini ko'rsatib, haliqi qobiliyatimiz bilan yashasak, u vaqtda sizning qadr qimmatingiz texim oshadi. O'zingizni tuniy olaysiz. Hayotingizni ma'nili o'tkazing deyman har qanday odamga. Xuddi oxirgi kundek. Bugun agar Xudoyim saqlasin hamimiz uzun umr bersin, ammo haliqi ajab hey maoshim qolgandi. Hey mundaq qilamadim. Hey munda orzuyim qopdi demang. Nima orzuyingiz bor? Shuni to'g'ri bo'lsa, haliqi to'g'ri yo'lda xandin qo'rqma degandek. Agar shu haliqi boshqalarni rahatsız qilmaydigan, axloqiy jihatdan bo'lsin, hamma jihatdan bo'lsin, uyg'un bo'lgan orzuli bo'lsa, bu hayotingizda nafas olgan süre ichida o'rindashga tirishing. Izchil bo'ling, samimiy bo'ling. Haliqi bir ishni izchil qiling, umidingizdan voz kechmang, orzuyingizdan voz kechmang. Eng oddiysi meni 30 ga kirib qoldim. 8 yosh vaqtimda pianino chalishni o'rgangan batdi. Qilamadim vatanda. 30 yoshimda o'rgandim. Men qila olganni sizlar ham qila olasizlar degandek. Ashta o'ylayman. Endi ayollarimizga deydiganim shu. Har zaman o'zingizning qadr qimmatini tunuting. O'zingizning qadr qimmati bilan bir o'zingizni tunib turib yashang. Haliqi burun bir programdim degan bu gapni. Bu dunyo faqat bir oila, bir bola ya bir qancha bola, bir o'tmasin. Bütün dünya şulu bo'lmasin. Bu gapni qilsam ba'zi insonlar balki men qarshi chiqishi mumkin. Bu yaxshi tarafdan. Har qanday gap ikki bistimliq bo'ldi. Ikki bisliq. Yaxshi tarafim bor, yomon tarafim bor. Mening gapimni siz qanday tushunsangiz, o sizning ang saviyangiz. Agar yomon tarafdan o'ylagan bo'lsangiz, siz nachar inson ekansiz. Men sizni yomon yo'lga kiring demadim hozir. Qadr qimmatdan bilan yashayapman faqat deydiqnim shu. Haliqi chunki siz bir talla. Men bir tal, siz bir tal. Biz bu dunyoga beka kelib qolmadik. Har bir insonning bu dunyoga kelishda bir maqsad bo'ldi. Haliqi Xudoyim ashta bir yo'l bilan chiqarib sizni yaralgan. Ammo bu dunyoga kel, ye, uxla, boshqa ishlarni qil, o'l, undaq emas. Bu dunyoda yaşagandan keyin men cho'ng ishlarni qilolmadim. Qilyapman, davomli qilyapman, ammo bek cho'ng ishlarni qildim. Men o'lib ketib qolsammi, ya'ni 20, 30, 100 yillardan keyinmi? Hey, bunda bir qizol bor deyjimi deb xalqning esida qolgandek yashaganman. Mening orzuyim shu. Ayollarimizga deydiganim shu. Siz bir tal, shu o'zingizning qadr qimmatini tuning. O'zingizni tuning. O'zingiz uchun. Bütün dünya siz yaxshi bo'lgan vaqtda, boshqa dunyo, siz yaxshi bo'lgan vaqtda bütün dunyoni yaxshi bo'ldi. Oxirgi gaplaringiz muajiratga barliq Uyg'ur xonim qizlarga bir turtki bo'lg'isi deb o'ylayman. Bizningki nurg'ullarimiz uyim balam kalam erim deblam o'tkitdi. O'zimiz uchun bir yashab baqayli, o'zimizning bir g'oyasi bo'lsin, g'oyani cho'ng qilsak ham bo'ladi, shu bo'yicha tirishsak. Bu yerda bir gap o'zarab ketib qoldi. Bizning Uyg'urchilik tilam emas. Bütün dünyada bu erlar hukmron surgan dunyo miqyosida bu olamda pek küçük ayolni
hech kim yaxshi ko'rmaydi. Uni bilaman. Men yaxshi ko'rgandim, yaxshi ko'rgandim, yaxshi ko'rmaydiganlar balkim jiqaraqdi deb o'ylayman. Lekin mayli. Men uchun baribir. Haliqi Ali Malimning bir gapi bor. Men ash Ali vatanlik Ali Malimning programmalarini ba'zan ko'rib qo'yaman. Bir gap menga ta'sir qildi-chi. Uyg'urlarni yaxshi ko'ramsa deb boshlaydi. Uyg'urlikqa nima qanday qaraysa desa, ham yaxshi ko'rma, ham o'sh ko'rma deb boshda bir gap boshdaroq. Lekin o'sh ko'rgan ko'zimni qisib turib, yaxshi ko'rgan ko'zim bilan qarayapman deb. Men shuningdek, haliqi mening uyim boshqa, mening dunyoim boshqa, men ayrim yashayapman. Xalqim uchun xizmat qilyapman. Bu xizmat davom. Nafas olgan muddat ichida opam uchun, xalqim uchun xizmat davom. Ammo bu ishni hargiz meni yaxshi ko'rsin. Xalq munda qizolga desin deb emas. Hatto munda qizolga deganda nima kerak? Tillaydiganlar balkim chiqdi. Mayli tillaversa. Mening qarni ko'ksim bakkan. Xayolim kirib chiqmaydi. Men o'zimning ishimni qilaverman. Lekin haliqi amal bor endi mening degan gaplarim yaxshi tarafdan tushunilsa, ayollarimizning ichida yaxshi tarafdan tushunilsa, endi erlarimizning ichida mayli yaxshi ko'msa, xayolimga kirib chiqmaydi. Yana bir qatim deb ketdim bu gapni. Men haliqi hech qachon endi kuchli ayollarni yaxshi ko'rmaydi bizning erlarimiz, uni bilaman. Chunki ayollarning bek ön planga chiqib, mendek ovozining yuqorilab ketishini yaxshi ko'rmaydi. Har qachon labbay begim deb qilishini yaxshi ko'raman. Mening yo'ldoshim undaq emas. Lekin umumiy jihatdan Uyg'urlar emas, butun dunyo bo'yicha mushtaliklarning orasidami ayollar bek nima qilib kelsa, erlar ilqi xolamay rahatsız bo'ldi ekan, yaxshi ko'rmaydi ekan. Bu yerda ilqi xato tushunib qilishni xohlamayman. Lekin azroq bo'lsa-mu ayollarimizga jasorat bersan, azroq bo'lsa-mu, hey, ma qizal mushtumdek turib mush ishni qilibdim deb bir umid, mishinchilik, bir umid, bir ishonch, bir jasorat, bir ilhom, bir kuch bir olsam, ne mutlu bana deyman. Oxirgi gapimiz. Shu vaqtda endi mening vicdonim rahatlaydi. O'zimni men to'g'ri yo'lda, men zaten o'zimning yo'lida. O'zim to'g'ri degan yo'lda. Endi texmi oldi qarab ilgariya olayman. Ham shu vaqtda texmi yaxshi ishlarni qila olayman deb o'ylayman. Acayip yaxshi so'zlab berdingiz-ku. Qaranlashish jarayonida ikkimizga o'xshashlik taraflarini belki xeyli ko'plab his qildim. Oxirgi degan gaplaringizga haqiqatan qo'shilman, rost shundoq. Hozirgi dunyoda butun xalqaro ayollarning kuchi masalani elib aytaylik, bir Finlandiyani ayol kishilar bir davlatni boshqarib ketadi shu bir necha yil. 5 ayol kishining hatto ularning kuchi 35 yoshdan tuvan bir davlatni boshqarib ketayotgan 5 ayol kishi. Bizningki Uyg'ur ayollarimizmi qaltis. Kelgusidagi inshaalloh vatanimiz qurilsa, bu bizningki xonim qizlarning kuchini shu chog'da dunyo ko'radi. Hozircha biz shuningdek siz baydeningizdek, sizningki qilayotgan ishingiz, men ancha-muncha tirishchilikdan ko'rsatib, YouTube'dan so'zlab ko'pchilik bilan shunday bir narsani qilib, buning bir ozroq bo'lsin bir jasorat deb hisoblayman. Shunlashqa Uyg'ur xonim qizlarining shunday jasorat berishlaydigan shunday ruhlar bilan o'tirib chiqib, ko'pchilik o'zaro tang shunday programmalarni ko'proq o'ylashtirib bir umid sizdan bakrak ochiq so'zlab ketdim. Sizni ziyorat qilaman deb ish qilib bak yaxshi so'zlab berdingiz. Oxirgi gaplaringizdan nihoyat xush bo'ldim. Mening oxirida sizniki bu yangidan tizimlatgan markangizniki yaqin kelgusida xalqarodagi danliq bir markalar qatoriga olib o'tish uchun yaxshi tilaklarni tilayman. Muhojiratga barliq Uyg'ur qarindoshlarninkimi hamma ishlar o'ngishli bo'lsin, birlikda duo qilaylik, birlikda qo'llaylik, bir-birimizni qo'llab tamgillanaylik. Amin. Alloh bo'lsa o'sha yerda programmamizni oxirlashtiraylik.
Sizniki bu marka to'g'ri olinish adresiniz, tushuntirish qismini hammasini mushu videoniki tushuntirish qismiga qo'shib yozib qo'yay. Ko'pchilik videoniki ostidagi hamda mushu hozirgi suhbatniki hamning oxiridami bir muncha mushu markaga munosabatli boshqa videolarning ulunishlarini ulab qo'yay. Oxiri deganimdek Uyg'ur xonim qizlar yana davomli birlikda kuchlanaylik. Rahmat, degingiz kelsin. Rahmat. Hammanglar ro'ziyatinglarga takror muborak bo'lsin. Allohga omonat. Allohga omonat.